mana shu bizni Rossiyaning Eva Produkt kompaniyasining mahsulotlari. Hozir men seni mana shu mahsulotlar bilan tanishtiraman. Birinchi turibdi o'sha yerda Brown Store mana aytyapti. Включи мозг как максимум. Bu-chi miyada neyron degan modda bo'ladi. O'sha miyada neyron moddasini ishlab chiqaradi birinchidan. Ikkinchidan B vitaminlar guruhi bor-ku, masalan kasal bo'lsang, boshqa qilsang, doktorga boradigan bo'lsang, B6, B3, B12 degan vitaminlarni yozadi. Ukolga-da. Bu yerda 16 xil B guruhidagi vitaminlar bor. Mahsulotlarimiz eng sarasi bu. Mana shu buni to'ldiradigan mana bu Aqbostir. Shunaqa to'g'ri o'qidimmi? Aqbostir degan mana o'zi miyani rasmini solib qo'ygan. Bu odamni fikrlashini rivojlantiradi, diqqatini jamlaydi, ikkalovi birgalikda xotirani mustahkamlaydi, miya faoliyatini rivojlantiradi. Endi bundan biz olgan bitta natijamiz bor. Bitta 5 yoshli bola mana shu mahsulotlarni O'zbekistonga olib kirgan ayolli bolasi 5 yoshda bitta ikkita so'zlarni gapirganda gapirmagan u bola. Tili chuchuk bo'lgan, gapira olmaganda. Mana shuni dedi. Men 1 oy davomida mana shu nima bilan Brown bilan Bosterni ichkizgandim dedi. Hozir endi gapdan to'xtab bo'lmayapti u bolani dedi. Shunaqa shaqillatib gapiryapti. O'sha videosi ham bor, men senga tashlab beraman uni. Xo'p. Endi yana bizga eng nima mahsulotlarimizdan toni nima deyapti? Больше энергии на каждый день. Bu masalan odamlar bo'ladi-yu, tinkasi qurib, charchab, holsizlanib, ana o'shanaqa odamlarga kun bo'yi energiya beradi. Odamga tetiklik beradi, quvvat beradi. Bu toni degan mahsulotimiz. Endi qara, mana bu kollagen tagiga nima deb yozib turibdi? Handraksin. Birorta kompaniyada handraksin bilan chiqmagan kollagen. Handraksin degani mana bu bo'g'imlar orasida suyuqliklar bor-ku. Masalan, tizza bo'g'imlar orasida ham qariyalarda o'sha suyuqlik kamayib ketsa, ukol qildirib, suyuqlik kuydirib ana qiladi. Bu ana o'sha narsani ishlab chiqarib beradigan hamda C vitamini bilan boyitadi. Kollagenimiz bizda ham arzon, ham juda ham chiroyli mana bunaqa alohida mana bunaqa paketchiklarda bo'ladi. Mana ichida 20 ta bo'ladi. Juda ham nima? Bitta porsiya, bir kunga bitta nima qilingan C vitamini bilan boyitilgan bu odamni kamida 10 yoshga yoshartiradi. Odamning yuzidagi ajinlarni tortadi. Masalan, meni yuzimga qarab turib ham sen hozir 68 yosh bermaysan. Chunki men mana shu kollagenni ichaman. Bu odamni yoshartiradi, ajinlarni tortadi. Ana handraksin, men oyoq og'riqlarini, men o'ng oyog'imni yaxshi bosa olmasdim deb, tizzam og'ridi. 2 marta, 3 marta 1 million 800 ming so'mlik gelan quydirganman, oyog'imga foydasini bilganim yo'q. Mana shundan tuzaldi. Keyin sochlarning to'kilishini oldini oladi, tirnoqlarni mustahkamlaydi. Ana endi nomiga keldik. Mana nomini qarang. No stress. No stress. Ya'ni odamni stressdan chiqaradi bu. Asabiylashdan saqlaydi. Kun bo'yi odamga yaxshi kayfiyat beradi. Uyquni tinchlantiradi. Yaxshi uxlaydi buni ichgan odam. Xo'p, ana keyin mana bu immunopump. O'zi nomidan ham bilib turibsan, immunopump degani bu immunitetni mustahkamlaydi. Men o'zim nimada qish boshida navaram shamollab qoldi-da, men shuni ertalab kechqurun 3 kun ichdi, boshqa dori ham ichmadi. Mana qishi bilan mana shu 2 pachkasini biz oilamiz bilan ichdik, hech kim shamollamadi. Bu odam immunitetini mustahkamlaydi. Shunaqangi bat. Endi qara, D3. D3 nimaligini bilasan. Agar D vitamini yetishmasa bo'ladi, nima bo'ladi? Rahit bo'ladi. Qo'l rahit, hali kallasi katta, qorni katta bolalar bo'ladi-ku. O'shanaqalar ham bu suyaklarni mustahkamlaydi, D3 vitamini. Men buni nimalarga anaqa ekanligini, dori ekanligini sen o'zingga yana tashab qo'yaman. Alohida bundan tashqari. Buni o'zini mana nima qilsang ham, mana men bu yerda yozib qo'ygan nima ekanligini mana. Xo'p, keyin omega 3. Biz omega bilasan bu baliqlar. Baliqlar birinchidan ko'zni ravshan qiladi. Yurak qon tomir kasalliklarini oldini oladi, yurakka quvvat beradi va omegani agar kollagen bilan birga ishlaydigan bo'lsa, kollagenning effektini 2 barobarga oshiradi. Men o'zim shu omega bilan ichdim. Keyin bir xil odamlar bo'ladi-yu, ozg'in odamlar sira ham semirmaydi. Mana qiltirib. Ana o'shalar ham omegani kollagen bilan ichsa, normalni anaqa qiladi, ves yig'adi o'ziga. Semirtiradi. Xo'p, endi qarang. Mana bu Flex
kompleks bu mana 250 ming so'm turadi. Bu bizni O'zbekistonga hali kirib kelmagan. Men buni Rossiyadan yubortirganman. Iltimos qilib, bu bo'g'imlarning elastikligini yaxshilaydi. Elastikligi nima degani? Masalan, yaxshi egilib bukiladi. Tizzalaydi. Asosan sportchilar foydalanadi bundan. Chunki ular elastiklik bo'lishi kerak ularni bo'g'imlarida. Va ana endi men bu detoks, shunaqangi nimaki 163.500 so'm turadi. Mana ko'radigan bo'lsang, buning ichida artishek ham bor, sanoy ham bor, nima rastarovshay ham bor. O'sha jigar, buyrak va ichki organizm ichaklarni shlaklardan tozalaydi. Biz любой nimani mahsulotlarni tavsiya qilganimizda birinchi bo'lib detoks ichib organizmingizni tozalab oling deymiz. Chunki o'zing o'ylab tozalanmagan joyiga birorta narsani qo'ysang, u bo'lmaydi-ku. Oldin organizmni tozalab olish kerak-ku. Mana bu esa drenaj. Bir xil odamlarda atyoqli bo'ladi. Atyoqli nima? Shish, ortiqcha suv. Va o'zini masalan semirib ketganman deb o'ylaydi, o'zi aslida suv bo'ladi. Buni ichida ham mana 20 ta nimasi bo'ladi, paketchigi bo'ladi. Mana shuni kuniga bittadan och qoringa ichadi. Buni 4 kun 5 kunda o'sha natijasini biladi. O'sha agar semizlik emas, atyoq bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam o'ziga normal holatiga kelib qoladi.